Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Toshloq tumanida yana bitta ishimiz tugash arafasida bo'lib turibdi. Xo'p, bu yerda so'killarga O'zbekistonda Qo'qonda o'zimiz metallogranitdan terib berganmiz. Pollariga 30-60 Koreya zavodining kafillaridan terib berganmiz. Xo'p, bu tarafda ponni zatirkechlari ketyapti, shahlo ishlari ketyapti. Narxlariga keladigan bo'lsak, akalar, so'kilimizni 1 metr kvadrati mahsulot ichida orqasiga ketadigan mahsulotlar aktik dudulmoq hamma narsasi ichida 500 ming so'm 1 kvadrat metriga pulaganmiz. So'kilimiz bo'yi 1.20 bo'lgan. Qopqonlari bilan hisoblaydigan bo'lsak, bukilishlari bilan 1 metr 1,5 kvadratga to'g'ri kelyapti. Ko'rishlaringiz mumkin, ponni bu 500 ming ichiga faskalari o'sha dudulmoq qism, granit o'zi, usaqsi, hamma narsasi ichiga kirib ketgan. Zinalar keladigan bo'lsa, akalar, zinalar hozir ozgina yomon ahvolda turib tozalab olish kerak. O'sha narx bu ham 220 ming so'm stupenkasi metriga yuradi. 220 ming so'm mahsulot ichida, usaqsi ichida. Plashatkalari ham 220 ming so'm faqat metr kvadrat yuradi. Bu ham mahsulot ichida. Ko'rasizlar, holiga endi haytega sulda qilib berganmiz. Bunimizda o'sha mahsulotda dastavkasi, hamma narsasi 210 ming so'mdan qilib berdik. Shu kubichalarini o'zimiz kesib, ponni mahsulotni o'zimiz olib keldik. Ozgina tozalash ishlari bor. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar.